erkak kishini puli yo'q payt sinov ustiga sinov bo'lar ekanda, qattiq sinalar ekansizda, mana shu ishingiz yurishmayotgan payt bor-ku. Bir kun uyga kelsam qizimni tishi og'rib qolganda, tish doktoriga olib borishim kerak. Lekin pul yo'q-da, cho'nchakda pul yo'q. Tish doktoriga olib bordim, tishini davolatdim. Shu davolayotgan paytida tish doktoriga aytayapman, "Aka, necha pul bo'ladi? Necha pul berishim kerak?" deyapman-da. Tish doktor menga qaradi-da. "Aka," dedi, "men sizdan pul so'rayapmanmi?" deyapti. Pul haqida gapirdimmi deyapti-da. "Yo'q, aka, endi bir xizmatingiz bor-ku" deyapman. Prosta yonimda pulim kamroq edi. Shuni agar oldinroq aytsangiz, men o'z betdan harakat qilib qo'yaman desam, "Necha pul bor yoningizda?" dedi. "Shu 50 ming pul bor ekan." "Bo'li 25 ming tashlab keting" deyapti-da. "Yo'q, aka, dedim, bunaqa pulga tishda olamizlar-ku" desam, "Ya bizda shunaqa narx-navo" dedi, ana odam. Xullas, erkakni erkak tushundida. Bu odam tushundi meni o'sha yerda vaziyatimni. Aytmoqchiman, mana shu quduni ham oxiri bor-da. Ani oxiri yo'q, quduni o'zi yo'q. Hammasini baribir oxiri bo'ladi. 30 metrmi, 50 metrmi, oxiri bor baribir, tubi bor. Tubidan keyin o'sha u yog'iga yo'q. O'tga tushdingizmi, endi o'sha orqaga yana qaytib chiqishingiz kerak tepaga. Qaytib chiqib ketasiz-da. Mana shu sizda ham og'ir, qiyin vaziyat bo'layotgan bo'lsa, shu darajada o'sha shunaqa joyiga kelgan bo'lsangiz, demak, yaqin kunlarda bu vaziyatlardan chiqib ketishingiz yaqin. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Muhimi tushkunlikka tushish kerak emas ekan. Alloh o'zi yo'llarimizni ochib qo'yar ekan. Bitta odam aytuvdi-da, boy odamda ikkita yo'l bor dedi-da. Bittasi oldinga, bittasi orqaga ketishga dedi. Lekin kambag'al odamda bitta yo'l bor. Faqat oldinga ketish kerak, orqaga o'sha yo'li yo'q. Chunki u kambag'al, o'sha uni orqaga hech qanaqa yo'li qolmagan, o'zi ketadigan, hech narsasi yo'q o'sha uni. Lekin boy bor narsasini yo'qotib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun kambag'al odam puling yo'q aytmasan, hech ham o'ylamagin, siqilmagin dedi. Hammasi Xudo xolasa oldinga qarab ketadi endi bu yog'iga degan edi bitta odam. Alhamdulillah, harakatdamiz. Xudo xolasa to'xtab qolmayapmiz. Sog' bo'linglar.